Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim, hatto aytish mumkinki, og'riqli bir mavzuni muhokama qilamiz. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlarga indeksatsiya bekor qilindi, qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan sarlavhali xabarlar keng tarqalmoqda. Bu xabar albatta ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimizni, ularning oila a'zolarini chuqur tashvishga solib qo'ydi. Har bir pensionerni, har bir keksa insonni qiynayotgan bu savolga aniq va batafsil javob berish uchun men bugun sizning oldingizdaman. Ushbu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va buni boshqalar bilan ham bo'lishing. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim xabar ko'proq odamlarga yetib boradi. Keling, avvalo masalaning tubiga yetaylik. Aslida nima sodir bo'ldi va nima haqida gap ketmoqda? Avvallari, ya'ni an'anaviy tartibga ko'ra pensiyalar va nafaqalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinardi. Bu nima degani? Indeksatsiya. Bu mamlakatdagi inflyatsiya darajasini, ya'ni narxlar o'sishini hisobga olgan holda aholining xarid qobiliyatini saqlab qolish maqsadida pensiya va nafaqalarning miqdorini oshirish jarayoni. Oddiy qilib aytganda, agar do'kondagi non yoki boshqa kundalik ehtiyoj mollari narxi oshsa, sizning pensiyangiz ham shunga mos ravishda ko'paytirilishi kerak edi, toki siz ilgari sotib olgan narsalarni yana sotib olishga qodir bo'la olasiz. Bu mexanizm qonun bilan mustahkamlangan bo'lib, pensiya tizimining asosiy tamoyillaridan biri edi. Bu mexanizm orqali davlat o'z fuqarolarining ijtimoiy himoyasini ta'minlashga harakat qilardi. Chunki pensiya oluvchilar odatda ishlamaydigan va faqatgina davlat tomonidan beriladigan bu mablag'larga qaram bo'lgan aholi qatlamidir. Shu sababli pensiyalarning muntazam ravishda inflyatsiyaga hayot sifati tushib ketmasligining garovi edi. Pensiyaning barqarorligi va uni doimiy ravishda oshirib borish fuqarolarning ertangi kunga bo'lgan ishonchining muhim omili edi. Bu faqatgina raqamlarning ko'payishi emas, balki keksa yoshdagi insonlarning kundalik ehtiyojlarini qondirish, sog'ligini saqlash va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkoniyatlarini ta'minlash demakdir. Endi esa pensiya indeksatsiyasi bekor qilindi degan xabarlar paydo bo'ldi. Bu xabarlarning negizida nima yotadi? Aslida bu xabarlar asosan davlat pensiya ta'minot tizimidagi ayrim o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ular ko'pincha noto'g'ri talqin qilinmoqda yoki ayrim hollarda ma'lum bir guruhlarga taalluqli bo'lgan o'zgarishlar umumiy qoida sifatida tushunilmoqda. Eng muhimi shundaki, O'zbekistonda pensionerlarga pensiya va nafaqa to'lovlarining umumiy indeksatsiyasi to'liq bekor qilingani yo'q. Bu xabar asosan Rossiya Federatsiyasidagi pensiya qonunchiligidagi ayrim o'zgarishlarga bog'liq bo'lib, ular ayniqsa ishlaydigan pensionerlarga nisbatan qo'llanilgan edi. Bizning mamlakatimizda, O'zbekistonda esa vaziyat biroz boshqacha. Shunga qaramay, bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda juda tez tarqalib, ko'pchilikda bizning pensiyamiz ham endi oshirilmaydimi degan xavotirlarni tug'dirdi. Bu videoda biz aynan O'zbekiston misolida bu masalani har tomonlama ko'rib chiqamiz va barcha tushunmovchiliklarga oydinlik kiritamiz. Sizning xavotirlaringizni tushunaman va shu bois har bir jihatni, har bir nuansni chuqur tahlil qilib berishga harakat qilaman. Demak, avvalo aniq bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa, O'zbekiston Respublikasida pensiyalar va nafaqalar to'lovlarining inflyatsiyaga mos ravishda muntazam oshirilishi amaliyoti davom etmoqda. Hech kimga pensiya indeksatsiyasi to'liq bekor qilingani yo'q. Aksincha, prezidentimizning tegishli farmonlari va qarorlari bilan har yili, ba'zan bir yilda bir necha marta pensiya va nafaqalarning miqdori oshirib borilmoqda. Bu oshirishlar odatda eng kam ish haqi miqdorining oshirilishi bilan parallel ravishda amalga oshiriladi. Shuning uchun bu borada xavotirga tushishga hojat yo'q. Bu davlatning ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, pensiya oluvchilarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Xo'sh, unda nega bunday xabarlar tarqaldi va kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida bu yerda qo'shimcha to'lovlar tushunchasining noto'g'ri talqin qilinishi va ayrim o'zgarishlarning kontekstdan uzib olinishi muhim rol o'ynagan. Ba'zi mamlakatlarda, masalan, Rossiya misolida ishlaydigan pensionerlarga nisbatan pensiya indeksatsiyasi bir muddatga to'xtatilgan edi. Ya'ni agar pensioner nafaqada bo'lib turib ishlasa va daromad olsa, uning pensiyasi inflyatsiyaga qaramay oshirilmaydi. Bu esa pensionerlarning ikkita toifasini paydo qilgan. Ishlamaydigan
pensionerlar va ishlaydigan pensionerlar. Ishlamaydiganlarning pensiyasi oshirilsa, ishlaydiganlarniki esa o'zgarishsiz qolgan. Bu siyosatning maqsadi go'yo byudjet yukini kamaytirish va ishlamaydigan pensionerlarning xarid qobiliyatini ustuvor himoya qilish bo'lgan. Ammo bu siyosat ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan va ko'pchilik ishlaydigan pensionerlarning noroziligiga uchragan. Chunki inflyatsiya barchaga birdek ta'sir qiladi. Ishlasin yoki ishlamasin, O'zbekiston kontekstida. Bizda esa vaziyat boshqacha. O'zbekistonda pensiya oluvchilar uchun quyidagi asosiy tamoyillar amal qiladi. Asli ishlamaydigan pensionerlar. Ularning pensiyalari muntazam ravishda davlat tomonidan belgilangan tartibda indeksatsiya qilinadi va oshiriladi. Misol uchun tasavvur qiling, 2023 yil boshida sizning pensiyangiz 1.500 ming so'm edi. O'sha yili davlat tomonidan pensiyalar miqdori emi-purdiga oshirilishi haqida qaror qabul qilindi. Demak, sizning pensiyangiz 1.500 ming plus 1.500 ming yo'lmagan 1.6 ming so'mga aylangan. Bu sizning xarid qobiliyatingizni ma'lum darajada saqlab qolishga yordam beradi. Agar indeksatsiya bo'lmaganida narxlar ko'tarilgani sari 1.500 ming so'm bilan avvalgi miqdordagi mahsulot va xizmatlarni sotib olish qiyinlashib borar edi. Ya'ni avval bir sumka oziq-ovqatga 200 ming so'm ketgan bo'lsa, narxlar oshgandan keyin bu miqdor 220 ming so'mga yetishi mumkin edi. Pensiya oshirilishi sizga o'sha bir sumka oziq-ovqatni sotib olish imkonini beradi. Shuning uchun ishlamaydigan pensionerlar xotirjam bo'lishlari mumkin. Ularning pensiya ta'minot davlat himoyasida va bu borada hech qanday shubha yoki xavotirga o'rin yo'q. Ishlaydigan pensionerlar, O'zbekistonda ishlaydigan pensionerlarning pensiyalari ham oshiriladi. Ya'ni ular ham davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya jarayonidan chetda qolmaydi. Boshqa davlatlardagi amaliyotdan farqli o'laroq, bizda pensioner ishlasa ham, ishlamasa ham uning pensiya to'lovi umumiy tartibda oshirib boriladi. Bu juda muhim farq. Misol uchun siz nafaqaga chiqqansiz, pensiya olasiz, lekin sog'lig'ingiz va kuchingiz yetgani uchun qo'shimcha daromad topish maqsadida biror joyda ishlayapsiz. Sizning ish haqingizdan tashqari pensiyangiz ham muntazam oshirib boriladi. Aytaylik, sizning pensiyangiz 1800 ming so'm va ish haqingiz 2000 ming so'm. Pensiyalar ommaviyligi oshirilganda sizning pensiyangiz 1980 ming so'mga aylanadi. Ish haqingiz esa alohida qoida va shartnomalar bo'yicha oshirilishi mumkin. Bu albatta ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi va ularni ijtimoiy hayotda faol bo'lishga rag'batlantiradi. Ishlashga qodir bo'lgan keksa yoshdagilarga ham davlat tomonidan ko'mak berilmoqda. Ularning ikki tomonlama daromad olish imkoniyati saqlanib qolgan. Bu siyosatning asosiy maqsadi mehnatga layoqatli yoshdagi keksa fuqarolarning jamiyatga o'z hissasini qo'shishiga imkon yaratish va ularni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashdir. Kimlar uchun tashvishlanishga hojat yo'q. Barcha pensiya va nafaqa oluvchilar, davlat pensiya ta'minoti tizimiga kiritilgan barcha fuqarolar, jumladan yoshga doir nollik boquvchisini yo'qotganlik pensiyalar oluvchilar hech qanday xavotirga tushishlari shart emas. Sizning pensiyangiz muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi va oshiriladi. Ishlaydigan pensionerlar, siz ishlalasangiz ham pensiyangiz umumiy tartibda oshirib boriladi. Siz boshqa davlatlardagi ba'zi cheklovlardan xolisiz. Bu siz uchun juda muhim kafolatdir. Kimlar uchun e'tiborli bo'lish kerak, ammo xavotirlanish emas. Bu yerda qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan tushunchaning ehtimoliy ildizi yotishi mumkin. Ba'zi hollarda pensionerlarga beriladigan alohida turdagi qo'shimcha to'lovlar, masalan, moddiy yordamlar yoki ma'lum bayramlarga bag'ishlangan bir martalik to'lovlar vaqtinchalik xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni ular har doim ham berilmasligi yoki ularning miqdori o'zgarishi mumkin. Ammo bu umumiy pensiya indeksatsiya taalluqli emas. Bu kabi to'lovlar hukumatning ixtiyoriy qarorlari asosida byudjet imkoniyatlari va ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqib beriladi. Misol uchun, har yil yangi yil oldidan yoki mustaqillik bayrami arafasida hukumat tomonidan ma'lum toifadagi pensionerlarga, masalan, urush qatnashchilariga, front orti mehnat faxriylariga yoki yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Bu yordamlar har yili alohida qaror bilan tasdiqlanadi va ularning berilishi yoki miqdori o'sha yilgi byudjet imkoniyatlari va ijtimoiy siyosatga bog'liq bo'ladi.
Agar qandaydir sabab bilan bu kabi bir martalik to'lovlar berilmasa, bu qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan iboraning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu hech qachon asosiy pensiya miqdorining indeksatsiyasi bilan bog'liq emas. Asosiy pensiya qayta takrorlayman, muntazam ravishda oshiriladi va bu qoida o'z kuchida qoladi. Shuningdek, pensiyaning hisoblash tartibiga oid ayrim o'zgarishlar ham tushunmovchilikka sabab bo'lishi mumkin. Masalan, staj yoki ish haqi kabi tushunchalarni hisoblashdagi yangiliklar. Lekin bu ham mavjudda pensiya miqdorining oshirilishi emas, balki yangi tayinlangan pensiyalarni hisoblashga ta'sir qiluvchi omillar bo'lishi mumkin. Hozirda pensiyani hisoblashda 2005 yildan keyingi ish haqi ma'lumotlari elektron bazaga kiritilishi natijasida ba'zi fuqarolar pensiya miqdorini aniqlashda eng qulay 5 yilni tanlash imkoniga ega bo'ldilar. Bu esa aksincha ba'zi pensionerlarning pensiya miqdorini oshirishga xizmat qilgan. Chunki avvalroq bu ma'lumotlarning yo'qligi tufayli pensiya kamroq hisoblanishi mumkin edi. Bu kabi o'zgarishlar tizimni takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, pensiya oluvchilarning manfaatiga xizmat qiladi. Ularning ahvolini yaxshilashga yordam beradi. Endi esa masalaning nozik jihatlariga, ya'ni istisnolarga, xatarlarga va ko'pchilik bilmaydigan detallarga to'xtalib o'tamiz. Garchi umumiy qoida pensiyalar oshirilishini nazarda tutsa ham, har bir holat individual bo'lishi mumkin va tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ba'zi jihatlar mavjud. Pensiya turining o'zgarishi yoki qayta hisoblash. Ba'zan fuqarolar pensiya turini o'zgartirishlari mumkin. Masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tishganda bunday hollarda pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Yangi hisoblash natijasida ba'zida avvalgi pensiya miqdoridan sezilarli farq yuzaga kelishi mumkin. Ba'zilar buni pensiya kamaydi yoki oshmadi deb tushunishadi. Aslida esa bu yangi qoidalar bo'yicha yoki yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida amalga oshirilgan qayta hisoblashdir. Holat mutlaqo normal jarayon bo'lib, har bir pensiya turi o'zining hisoblash metodologiyasiga ega. Misol uchun, bir fuqaro uzoq yillar nogironlik pensiyasi olgan. Uning pensiyasi har yil indeksatsiyalangan. Keyin yoshga to'lib, yoshga doir pensiyaga o'tmoqchi bo'ldi. Yangi pensiya hisob kitobi uning ish staji va ish haqi ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi. Agar uning rasmiy ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari nogironlik pensiyasi hisoblash paytidagidan farqli bo'lsa, yangi pensiya miqdori boshqacha bo'lishi tabiiy. Bu yerda indeksatsiya masalasi emas, balki hisoblash bazasi o'zgargani muhim. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari bunday holatlarda barcha hisob kitoblarni shaffof tushuntirib berishga majburdirlar. 2. Asl to'lovlardagi kechikishlar va texnik nosozliklar. Ba'zan pensiya to'lovlarida texnik sabablarga ko'ra kichik kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bank tizimidagi nosozliklar, pochta aloqasi muammolari yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bazasini yangilash jarayonlari tufayli pul o'z vaqtida kelmasligi mumkin. Bu esa pensionerlarda pensiyamni bermayapti yoki to'lovlar bekor bo'ldi degan xavotirlarni tug'diradi. Ammo bu vaqtinchalik holat bo'lib, odatda bir necha kundan so'ng bartaraf etiladi va pensiya to'liq miqdorda to'lab beriladi. Bu pensiya tizimining bekor qilinishi yoki indeksatsiyaning to'xtatilishi bilan mutlaqo bog'liq emas. Aytaylik, har oyning 5 sanasida pensiya oladigan fuqaro kutilmaganda pulining kelmasligini ko'rdi. Birinchi oy kelishi mumkin bo'lgan yomon xabar shu bo'ladi. Lekin ko'pincha bu bank xizmatlarining vaqtinchalik uzilishi yoki tizimda yuklama yug'ori bo'lganligi bilan bog'liq bo'ladi. Bunday holatlarda vahima ko'tarmasdan avvalo tegishli bank yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur. Ular sizga to'lovning holati va qachon amalga oshirilishi haqida aniq ma'lumot berishadi. Qo'shimcha to'lovlar tushunchasining kengayishi. Ba'zi fuqarolar pensiyaga qo'shiladigan boshqa turdagi ijtimoiy yordamlarni ham qo'shimcha to'lovlar deb tushunishlari mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar, sanatoriy kurortlarga yo'llanmalar yoki boshqa moddiy yordam turlari. Ushbu yordamlar ham ma'lum qonun hujjatlari va me'yorlar asosida beriladi va ularning shartlari o'zgarishi mumkin. Agar bu turdagi yordamlar ma'lum bir muddatga to'xtatilsa yoki uning shartlari o'zgarsa, bu ham qo'shimcha to'lovlar bekor qilindi degan umumiy tushunchaga olib kelishi mumkin. Ammo pensiyaning asosiy miqdori va uning indeksatsiyasi bilan bog'liq emas. Misol uchun, qishloq joylarda yashovchi yolg'iz pensionerlarga ko'mir yoki suyultirilgan gaz sotib olish uchun hukumat tomonidan har yili moddiy yordam ajratilardi. Agar qandaydir sabablarga ko'ra keyingi yilda bu yordamning shakli o'zgarsa
Masalan, pul o'rniga bevosita yetkazib berish tizimi joriy etilsa yoki miqdori o'zgarsa, ayrimlar buni qo'shimcha to'lovlar kamaydi deb qabul qilishi mumkin. Bu ham tushunmovchilikdir. Chunki bu alohida dastur doirasidagi yordam bo'lib, umumiy pensiya ta'minotiga bevosita aloqador emas. Davlat turli ijtimoiy dasturlar orqali aholining ayrim toifalarini qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Ammo bu yordam turlari va ularni berish shartlari byudjet imkoniyatlari va ehtiyojlarga qarab o'zgarishi mumkin. Axborotning ishonchli manbalardan olinmaganligi eng katta muammo. Bu axborotning turli ishonchsiz manbalardan olinishi va soxta xabarlarning tez tarqalishi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda har qanday xabar tezda virus kabi tarqalishi mumkin. Afsuski bu xabarlar har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Pensiya indeksatsiyasi bekor qilindi degan xabar ham shunday soxta yoki noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Barcha muhim moliya va ijtimoiy xabarlarni faqatgina rasmiy manbalardan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, Vazirlar Mahkamasining qarorlari e'lon qilinadigan portal yoki yirik va ishonchli ommaviy axborot vositalaridan olish zarur. Bu eng muhim himoya mexanizmi, chunki noto'g'ri ma'lumotlar faqatgina sarosima va xavotirni kuchaytiradi. 5. Astres pensiyaning aniq hisob-kitobini tushunmaslik. Ba'zi pensionerlar o'z pensiyalarining qanday hisoblanganini to'liq tushunmasliklari sababli ham muammolarga duch kelishlari mumkin. Pensiya miqdori, ish staji, o'rtacha ish haqi ixtisosligi va boshqa omillarga bog'liq. Agar fuqaro o'z pensiya yig'majildida qanday ma'lumotlar borligini yoki uning pensiyasi qanday formulalar asosida hisoblanganini bilmasa, har qanday kichik o'zgarishni noto'g'ri talqin qilishi mumkin. Masalan, bir fuqaro agar uning ish staji noto'g'ri hisoblanganini aniqlagan taqdirda qayta hisoblashni so'rashi mumkin. Agar qayta hisoblash uning foydasiga hal bo'lmasa, u bu vaziyatni ham pensiyamni kamaytirishdi deb tushunishi mumkin. Aslida esa bu to'g'ri hisoblash natijasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining pensiya yig'majildidagi ma'lumotlar bilan tanish bo'lishi va pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan tushuntirishlar olish juda muhim. Jamg'arma xodimlari bu borada barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etishga tayyor. Umuman olganda O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimi barqaror ishlashda davom etmoqda va pensionerlarning ijtimoiy himoyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun yuqorida keltirilgan kabi qiziq sarlavhali xabarlarga birdan ishonib ketmaslik va ularning asossiz ekanligiga e'tibor qaratish kerak. Davlat har doim keksa avlod vakillariga g'amxo'rlik qilishni o'zining muhim vazifasi deb bilgan va bunday siyosat davom ettiriladi. Xo'sh, aziz do'stlar, bularni bilgan holda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar tashlashingiz mumkin? Agar sizda hali ham savollar yoki shubhalar bo'lsa, mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. Astres rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Har qanday muhim xabarni eshitganingizda darhol vahima ko'tarmang. Eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu ma'lumotning qayerdan kelganini aniqlash. Faqatgina davlat organlarining rasmiy veb-saytlari, matbuot xizmatlari yoki ishonchli ommaviy axborot vositalari, milliy telekanallar, yirik gazeta va saytlar orqali e'lon qilingan ma'lumotlarga ishoning. Ijtimoiy tarmoqlardagi anonim kanallardan olingan ma'lumotlarga mutlaqo ishonmaslik tavsiya etiladi. Astres qayerga qarash kerak? O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti Pensiya.uz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti Prezident.uz, Adliya vazirligining norma ma'lumot huquqiy portali Lex.uz. Bu manbalarda pensiya va nafaqalarga oid barcha normativ huquqiy hujjatlar va yangiliklar e'lon qilib boriladi. Bu saytlardagi yangiliklar bo'limlarini muntazam kuzatib borish sizni har doim eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. 2. Asres pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizda pensiya miqdori, uning oshirilishi yoki boshqa pensiya masalalarida aniq savollar yuzaga kelsa, eng to'g'ri yo'l bu yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilish. U yerdagi mutaxassislar sizning shaxsiy ishingizni ko'rib chiqib, barcha savollaringizga batafsil javob berishga majbur. Ular sizning pensiya yig'majildingizdagi ma'lumotlarni tekshirib, holatingizni to'liq tushuntirib berishadi. Astres qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limlari qoshidagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga yoki hukumat xizmatlari markazlariga
sobiq xalq qabulxonalari. Bu markazlar sizga tegishli bo'limga yo'naltirishlari yoki ba'zi xizmatlarni bevosita o'zlari ham ko'rsatishlari mumkin. Nima qilish kerak? Borishdan oldin shaxsiy guvohnomangiz, pasportingiz va pensiya guvohnomangizni olishni unutmang. Savollaringizni oldindan qog'ozga yozib olishingiz ham mumkin. Shunda biron bir muhim savolni unutib qoldirmaysiz. U yerda mutaxassisga vaziyatingizni tushuntiring va savollaringizni bering. Masalan, mening pensiyam oxirgi marta qachon oshirilgan edi? Hozirgi pensiya miqdorim qanchani tashkil qiladi va u qanday hisoblangan? Kelgusi oshirishlar qachon kutilmoqda? Shuningdek, agar sizda biror shubha bo'lsa, mening pensiyamda qandaydir o'zgarishlar bormi deb ham so'rashingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Odatda faqat pasport va pensiya guvohnomasi yetarli bo'ladi. Agar sizda boshqa pensiya bilan bog'liq hujjatlar, masalan, ish staji daftarchasi yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar bo'lsa, ularni ham o'zingiz bilan olib borishingiz maqsadga muvofiq. Ba'zi hollarda mutaxassislar sizdan qo'shimcha ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Shunda ularni taqdim etishga tayyor turing. Assiz ishonch telefonlaridan foydalaning. Ko'plab davlat organlarida, jumladan pensiya jamg'armasida ham ishonch telefonlari mavjud. Agar shaxsan borishga imkoniyatingiz bo'lmasa, bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib maslahat olishingiz mumkin. Bu ayniqsa uzoq hududlarda yashovchi yoki sog'lig'i tufayli shaxsan murojaat qila olmaydigan fuqarolar uchun juda qulay. Qayerga qo'ng'iroq qilish kerak? Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida yoki mahalliy bo'limlarining e'lonlarida ko'rsatilgan ishonch telefon raqamlariga. Odatda ular hududiy bo'limlar va markaziy apparat uchun alohida bo'lishi mumkin. Telefon orqali sizga umumiy ma'lumotlarni berishlari, shuningdek, shaxsiy masalalar bo'yicha qayerga murojaat qilish kerakligini tushuntirishlari mumkin. Qo'ng'iroq qilishdan oldin pasport ma'lumotlaringizni tayyorlab qo'ying, chunki ularni so'rashlari mumkin. 4. Asterisk onlayn xizmatlardan foydalaning. Bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari onlayn shaklida ham taqdim etilmoqda. Masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.uz orqali siz pensiya hisobingiz holati, pensiya miqdori va boshqa ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va vaqtni tejaydigan usul, ayniqsa yoshlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalana oladigan pensionerlar uchun. Nima qilish kerak? My.uz portaliga ro'yxatdan o'ting. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, u yerda o'zingizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, u yerda o'zingizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz va pasport ma'lumotlaringiz orqali pensiyangizga oid ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ba'zi xizmatlar uchun elektron raqamli imzo, uni esa davlat xizmatlari markazlarida olishingiz mumkin. Bu tizim orqali siz hatto pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash uchun onlayn ariza berishingiz ham mumkin. 5. Pensiyaning oshirilishi haqidagi rasmiy e'lonlarni kuzatib boring. Odatda pensiyalar oshirilishi haqidagi qarorlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari yoki Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan rasman e'lon qilinadi. Bu xabarlar barcha rasmiy ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritiladi. Bu e'lonlar har doim keng omma uchun ochiq bo'ladi. Qanday kuzatish kerak? Milliy telekanallardagi yangiliklar dasturlari, rasmiy gazeta va veb-saytlar, masalan, O'zA O'zbekiston Milliy axborot agentligi. Shuningdek, yuqorida aytib o'tilgan davlat organlarining rasmiy resurslarida e'lonlarni muntazam kuzatib boring. Bu sizga ishonchli va dolzarb ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri manbadan olish imkonini beradi. Ushbu amaliy qadamlar sizga har qanday tushunmovchilikni bartaraf etishga va pensiya ta'minotingizga oid ishonchli ma'lumotlarni olishga yordam beradi. Esingizda bo'lsin, ma'lumotni to'g'ri manbadan olish bu xavotirlarning oldini olishning eng yaxshi yo'li. Har doim tekshirish, aniqlik kiritish va ishonchli ma'lumotlarga tayanishga harakat qiling. Demak, aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Xulosa qilib aytganda, pensionerlarga indeksatsiya bekor qilindi, qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan xabarlar O'zbekiston uchun haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Pensiya va nafaqalarning indeksatsiyasi, ya'ni inflyatsiyaga mos ravishda oshirib borilishi mamlakatimizda amaldagi siyosatning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Ishlaydigan va ishlamaydigan barcha pensionerlarning pensiyalari muntazam ravishda oshiriladi. Tarqalgan xabarlar asosan boshqa davlatlardagi vaziyat bilan bog'liq bo'lib, ular bizning sharoitimizga mos kelmaydi yoki ayrim hollarda bir martalik yordamlar bilan bog'liq tushunmovchiliklardan kelib chiqqan. Shunday ekan, vahimaga tushmang, rasmiy
va ishonchli manbalardan ma'lumot olishga odatlaning. Agar biror savol yoki shubha tug'ilsa, yuqorida aytganimdek, bevosita pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizning ijtimoiy himoyangiz davlatimizning doimiy e'tiborida. Davlat o'z fuqarolariga, ayniqsa keksa avlod vakillariga g'amxo'rlik qilishini o'zining ustuvor vazifa deb biladi va bu borada harakatlar davom ettiriladi. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shunga o'xshash muhim va dolzarb masalalarni birgalikda muhokama qilishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling.